Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamiz bu aksiyaga tushgan darvozamiz. Bu darvozamizni ham materiallar pulni qalinda yasaganmiz. Darvozamizni eni 3.30 balandlik 3.5, yondor profillar 2.1 stenada, profil ichidagi 6 ga to'g'ri profillar 1.7 stenkada, listlarimiz 1.8 stenkada yasalgan. Bemalol materiallarda muammo joyi yo'q. Xudo xolasa cho'tka qilib yasalgan, shungizalar bo'lgan, orqa tomonlar tekis, hech qanaqa aybi yo'q. Balandliklari, tevalariga ham gullarini qo'yib cho'tka qilib qilganmiz. Darvozamizni 1 kvadrat metrni butun O'zbekiston bo'ylab 1 million so'mdan dastavka ustanobga qilib beramiz. Mana shu razmer kimga to'g'ri kelib qolsa, bemalol aloqa chiqinglar. Qayerda bo'lsa ham manzillarning farqi yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab ustanobga qilib beriladi. Yana bitta darvozamiz bu afsona fason deymiz. Bu darvozamiz ham xudo xolasa 2024 da juda trendda bo'lgan, 2025 da ham xudo xolasa trendda bo'ladigan darvoza. Darvozamiz endi 380, balandligi 3.5. Bu darvozamiz ham aksiyaga tushgan. Darvozamiz 1 kvadrat metri aslida 1.5 million so'mdan. Bu pashti 3 qavatli varianti 1.5 million so'mdan qilinayotgan. Hozir mana darvozani pul bo'shatishga 1 million 200 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanobga qilib beramiz. Razmerimiz 380 ga 3.5 razmerda. Materiallar pulni qalin, buni ham qo'rqmasdan misol tekshirib bo'lsa tekshirib olishlari mumkin. Yondorlar 10 ga 2.1 stenada, taglari 10 li shivillarda butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanobga qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar, aksiyaga ulgurib qolinglar. Like va podpiskani bosib, darvoza olaman degan tanishlaringa jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa, kimga nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa ustanobga qilib, albatta uni ham videosini qo'yamiz.